22 bob. Yahudilarning Petirnan heyti, ya'ni o'tib ketish heyti kelishga oz qolgan edi. Oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysoni bir amal qilib o'ltirib etishning chorasini izladi. Biroq ular uni qo'llaydigan xalqdan qo'rqqanlikdan uni maxfiy holda tutmoqchi bo'lishdi. Shu kunlarda Hazrati Aysoning 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda Ishqariyotning ko'ngliga shayton kirdi. U oliy ruhoniylar va markaziy ibodatxona qorovullarining boshliqlari bilan Hazrati Aysoni ularga qandoq tutib berish ustida maslahatlashdi. Ularning gul qaqalari echilib, Yahudaga pul berishga va'da berdi. Yahuda ma'qul bo'lib, Hazrati Aysoni jamoatdan xoli qolganda ularga tutib berish uchun fursat izlashga boshladi. Petirnan heytining qo'y qurbonlik qilinadigan kuni yetib kelgan edi. O'tib ketish heyti deb atalgan bu kuni Yahudiylar o'ylarida qo'y so'yib Petirnan bilan yeydi. Shunga Hazrati Ayso Petrus bilan Yuhannaga birga g'izalnishimiz uchun sizlar berib, o'tib ketish heytining tamig'ini tayyorlanglar deb ularni avatdi. Qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'rdi ular. Hazrati Ayso mundoq dedi: Yerusalimga kirsanglar, u yerda ko'zda suv to'shayotgan bir kishini uchratsizlar. Uning kaynidan mengib, u kirgan uyga kiringlar va uy egasiga ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heytining tamig'ini yeydigan mehmonlik uy qayerda ekan deb so'rayotdi danglar. U sizlarni ustungi qavatdagi jobda qo'yilgan bir eg'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi. Mana shu uyda o'tib ketish heytining tamig'ini tayyor qilinglar. Petrus bilan Yuhanna bo'lsa, hamma ishlar Hazrati Aysoning aytganidek bo'lib chiqdi. Ular o'tib ketish heytining tamig'ini tayyorlashga kirishdi. Tamoq vaqtida Hazrati Ayso elchilar bilan birga kelib, dasturxonda o'ltirdi. Ondan u elchilarga mundoq dedi: Men azob chekishdan ilgari o'tib ketish heytining bu tamig'ida sizlar bilan bir dasturxonda bo'lishga intizor bo'lib kelgan edim. Chunki bu heytning haqiqiy ma'nosi Xudoning podshohligida amalga oshirilguncha men bundaq heytlik tamoqni qayta yemayman. Ondan Hazrati Ayso bir jomni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi va shogirdlarga: Buningdan ichinglar. Shuni aytayki, Xudoning podshohligi to'liq namoyon bo'lmaguncha hargiz bundaq sharobni ichmayman dedi. Ondan u bir nonni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi va uni o'shtib turib, ularga berib, bu mening sizlar uchun pido bo'ladigan tenimdir. Meni eslab turish uchun buningdan yanglar dedi. Tamoqdan keyin u yana jomni qo'liga ilib mundoq dedi: Bu jomdagi sharob mening sizlar uchun to'kiladigan qinim bilan tuziladigan Xudoning yangi ahdisining belgisidir. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, bu yerda men bilan bir dasturxonda o'tirganlardan biri menga sotqinlik qildi. Darvaqa inson o'g'li Xudoning irodasi bilan olamdan o'tdi. Lekin uningga sotqinlik qiladigan kishining holiga voy. Shogirdlar bir-biridan bundaq qiladigan zodi kimdir deb so'rashdi. Shogirdlar o'z ichida zodi kimning martabasi hammadan yuqori deb talash-tortish qilishga boshladi. Hazrati Ayso ularga mundoq dedi: Bu dunyodagi podshohlar hukmron sifatida qo'l ostidagi xalqni boshqaradi, ham o'zini xalqparvar qilib ko'rsatdi. Lekin sizlar bundoq qilmanglar.
Aranglardaki eng mertvilikle özlerini erzmez kişilerdek tutsun. Başlık boğununla başqılağa hizmet kılınla. Adette kim mertvilik? Dastıqanda oturgan mı, yoki hizmetkar mı? Elbette, dastıqanda oturgan emas mı? Biroq, bana kesek, gerçi men sizlarning ustozinglar bo'lsam-mu, aranglarda xizmatkorga o'xshashman. Men sinoqlarni beshindan o'tkazganda, sizlar boshdan oxir men bilan billa bo'ldinglar. Xuddi otam menga podshohlik huquqi taqdim qilgandek, sizlarga shuni taqdim qilaman. Sizlar mening podshohligimda men bilan ham dasturxon bo'lasizlar va taxtlarda o'ltirib, Isroilning 12 qabilasiga hukmronlik qilsizlar. Hazrati Ayso yana mundaq dedi: "Ey Simon, Simon, shaytonning hammanglarni sinash talpiga Xudo ma'qul bo'ldi. U sizlarni xuddi bug'doy tasqiqandek sinamoqchi. Lekin menga bo'lgan e'tiqoding yo'qolmasin deb sana duo qildim. Shaytonga sinilib, yo'limga qaytgandan keyin qarindoshlaringning e'tiqodini mustahkamla. Ey Rabbim, men siz bilan billa zindonga tashlanib, billa o'lishga tayyorman", dedi Petrus. "Petrus", dedi Hazrati Ayso, "bilib qo'ygunki, saharda g'o'roz chilg'ucha sen mendan 3 qitim tonisan." Ondan Hazrati Ayso shogirdlaridan: "Burun men sizlarni safarga avatganda ham yon, xo'jun va oyoq omongla degan edim. U chog'da biror narsanglar kam bo'lib qolganmi?" deb so'radi. "Yo'q", deb javob berishdi shogirdlar. "Lekin endi ham yon, xo'juni borla, elvilinglar. Qilichi yo'qlar, chopininglarni setib, birdan qilich elinglar", dedi Hazrati Ayso. Chunki muqaddas yozmalarda men to'g'riliq u jinoyatchilar qatoriga kirgizildi deb xotirlangan so'z cho'qim amalga oshirildi. Amaliyotda men to'g'riliq yozganlarning hammasi amalga ishishga oz qoldi. "Ey Rabbim, qarang, bu yerda 2 qilich bor ekan", dedi shogirdlar. "Bo'ldi, yetidi", dedi Hazrati Ayso ularga. Tamoqdan keyin Hazrati Ayso shogirdlar bilan billa shahardan chiqib, odati bo'yicha Zaytun teg'iga ketdi. U yerga yetib borgandan keyin ularga: "Eziq turilmaslinglar uchun duo qilinglar", dedi. Ondan Hazrati Ayso neriroq berib, tizilib turib: "Ey ota, xohlasang bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin", deb duo qildi. U duo qilayotganda osmondan kelgan bir farishta uningga ko'rinib madad berdi. Hazrati Ayso cho'nqur qayg'u ichida texmu ixlos bilan duo qilayotganda uning tarlari yagi to'kilgan qon tomchilaridek tushishga boshladi. Duodan keyin Hazrati Ayso o'rnidan turib, shogirdlarining yeniga kelib, ularning g'amga cho'kanligidan mugdab qolganligini ko'rdi. "Uxlab qolganinglar nemisi? Eziqtirilishdan saqlanish uchun qo'pib duo qilinglar", dedi Hazrati Ayso ularni uyg'otib. Hazrati Aysoning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda bir to'p odamni boshlab keldi. U Hazrati Aysoning oldiga kelib, so'yib salom berdi. Hazrati Ayso uningga: "Hey Yahuda, inson o'g'lini so'yib qo'yibmi, ya'ni uningga sotqinlik qilamsan?" dedi. Hazrati Aysoning yendiki shogirdlar ahvolning chatoqligini ko'rib: "Ey Rabbim, ular bilan ilishsa qandoq deysiz?" dedi. Shogirdlarning biri qilichini ko'tarib,
bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chaqarning o'ng qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Biroq Hazreti Ayso "Bas" dedi va qo'lni uzatib chaqarning qulog'iga takkizib qo'yib edi. Shu an saqayib ketdi. Hazreti Ayso o'zini tutqili kelgan oliy ruhoniylar, ibodatxona qorovullarining boshliqlari va oqsoqollarga "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib, meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Men har kuni sizlar bilan markaziy ibodatxona hovlisiga borganda, bana qo'l solmadinglar. Biroq endi qo'l soldigan vaqt soatinglar yetib keldi. Bu shayton hukm surdigan qorong'u vaqtdir" dedi. Qarovullar Hazreti Aysoni tutib, bosh ruhoniyning uyiga elib berishdi. Petrus yiroqdan agishib mangan edi. Ular hovlining o'tirsiga o't yiqib, cho'rsida isinib o'tirganda, Petrusmu ularning orasiga kirib oldi. Uning isinib o'tirganini ko'rgan bir dedak, uniga tikilib qarab turib, "Bu odammi Ayso bilan bir?" dedi. "Yo'q, ben uni tanimayman" deb tandi Petrus. Uzun o'tmay, yana biraylan uni tanib kelib, "Senmi uning odimi-ku?" dedi. "Qara seni, men ular bilan bir emas" dedi Petrus. Birer soat o'tgandan keyin yana bir odam, "Shubhisizki, bu odam Ayso bilan bir. Talaffuzidan uningmi jallik ekanligi chiqib turmamdi" deb ching turib oldi. Lekin Petrus, "Qara buni, nima deb bichirlayapsan?" dedi. Uning so'zi oyoqlashmasdanla g'o'ras chilladi. Rabbimiz Ayso kayniga burilib, Petrusga tikilib qaradi. Petrus Rab Aysoning "At saharda g'o'ras chillig'icha sen mendan 3 qitim tanisan" degan so'zni esiga ilib, tashqariga chiqib, qattiq yig'lab ketdi. Hazreti Ayso qarawatgan qarovullar uni masxir qiladi. Uning ko'zini temib qo'ygandan keyin uni urib turib, "Payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deb so'rashdi va uningga buningdan boshqa yana nurg'un haqoratlarni yog'dirishga boshladi. Tong otganda Yahudilarning oliy kengashimizdagi oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari jam bo'lishdi. Hazreti Ayso ularning oldiga elib kelindi. Ular Hazreti Aysodan, "Aytqin, sen qutqizg'uchi Masihmi?" deb so'rashdi. Hazreti Ayso mundoq javob berdi: "Sizlarga aytsammi, ishonmaysizlar. Sizlardan biror savol so'rsam, javob bermaysizlar. Lekin inson o'g'lining Qodir Xudoning o'ng yonida o'tirdiganiga oz qoldi. Undaqda sen Xudoning o'g'li ekansan-da" deyishdi ular. "Sizlarning deganinglardek" deb javob berdi Hazreti Ayso. Shuning bilan ular "Endi boshqa hech qanday arz qiluvchining hojati qolmadi. Chunki o'zining og'zidan kufr so'zlarni olmadik" deyishdi.